O'zi ingliz tili nimaga kerak? Aynan shu savol bilan bugun yoshlarimizga murojaat qilamiz. Qani ketdik. Bitta savol bor. Yo'q. Pashka tusharkan. Ingliz tilini nimaga o'rganish kerak? İngliz tilini mustaqil bo'lish uchun va rivojlanish uchun o'rganish kerak. Ha. Ingliz tilini Amerikaga ketish kerak opa. Insonlar bilan yaxshi muloqot qilamiz, yangi madaniyatlar o'rganamiz. Ingliz tilini hop men o'rganyapman o'zimning sohamga kerak bo'lganligi uchun. Keyin til bilgan el biladi degan maqolaga ko'nikkan holda, ya'ni hamma davlatga borib hozir ommalashgan til bo'lganligi uchun ham o'rganishimiz zarur va foydali deb bilaman. Hozir ingliz tili dunyo tili bo'lgani uchun albatta ingliz tili kerak. Qaysi davlatga borsak ham butun dunyo o'rganayotgani uchun biz ham o'rganishimiz kerak deb o'ylayman albatta. O'rganasizmi ingliz tilini? O'rganaman. Nimaga o'rganasiz? O'zim uchun, o'zim kasbim uchun. Qanaqa kasb? Stewardessa. Ingliz tili hozir birinchidan dunyo tili, ikkinchidan men abroad qilishim uchun ingliz tili kerak men uchun, shaxsan men uchun. Ingliz tili nimaga kerak? Rivojlanish uchun kerak. Qaysi sohada rivojlanish uchun? Ko'p sohada, ITda, kompyuter sohasida, ko'p sohada. O'rganasizmi? Ha? Nimaga? Rivojlanish uchun. Rivojlanish uchun, keyin o'zimiz uchun kerak, boshqa xorij davlatlariga, chet ellarga sayohat qilsak, yaxshi til bilishimiz uchun. Ingliz tili hamma kasbda kerak bo'ladi. Hozirgi kunda o'zi kasblar rivojlanib ketgan, shuning uchun kerak bo'ladi. Masalan, o'zim ham o'qiyman ingliz tilini. Yaqinda IELTS topshiraman. IELTS ham hali o'qishga kirish uchun katta ball beradi, maksimal ball beradi. Shuning uchun oson kirishingiz mumkin bo'ladi o'qishlarga. O'qib o'rganish uchun, keyin kelajakda yaxshi kasbda egallash uchun. Ingliz tili bizni chet elga chiqishimiz va kelajagimiz uchun kerak. Ingliz tili biz uchun, kelajakdagi kasblarimiz uchun kerak. Hozir dunyo tiliga aylangan ingliz tili. Unique Academy'ning Jalaquduq, Xo'jaobod va Andijon filiallaridagi ingliz tili kurslariga yozilish uchun izohlarda plyus belgisini qoldiring.